Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Cushing sindromi haqida gaplashamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Cushing sindromi taniqli neyroxirurg Garvey Cushing sharafiga qo'yilgan bo'lib, gormonal buzilish, ya'ni kortizol miqdorining qonda oshib ketishi natijasida kelib chiqadi. Normal holatda gipotalamus kortikotropin releasing gormon orqali gipofiz oldingi bo'lagida adrenokortikotrop gormon ishlab chiqarilishini stimullaydi. Adrenokortikotrop gormoni buyrak usti bezining po'stloq qismiga ta'sir ko'rsatadi. Buyrak usti bezining po'stloq qavatida 3 xil zona farqlanadi. Zona glomeruloza, koptokchali zona, zona fasciculata, tutamli zona, zona reticularis, ya'ni to'rsimon zona. Zona fasciculata o'rta qavat hisoblanib, po'stloqning eng ko'p qismini egallaydi. Adrenokortikotrop gormoni qolgan ikkita qavatga nisbatan aynan tutamli zona uchun maxsus ta'sir ko'rsatib, kortizol gormoni ishlab chiqarilishini stimullaydi. Kortizol steroid gormonlar guruhiga mansub bo'lib, glukokortikoid gormonlar sinfiga kiradi. Kortizol qon oqimiga chiqqandan so'ng transkartin va albumin oqsillariga birikkan holatda tashiladi. Bundan tashqari, kortizolning 5% qismi qonda erkin holatda qolib ketadi va buyraklar orqali chiqarib yuboriladi. Erkin holatdagi kortizolning ertalabki konsentratsiyasi baland bo'ladi va uning natijasida biz uyg'onamiz. Kechqurunga borib qondagi erkin kortizol kamaya boshlaydi va biz uyquga tayyorlanamiz. Ya'ni erkin kortizol tanamizda sirkat ritmini idora qilishda ham qatnashadi. Stress vaqtida kortizol ishlab chiqarilishi ortadi. Natijada kortizol quyidagi effektlarni yuzaga chiqaradi. Glukoneogenez, ya'ni glyukoza bo'lmagan moddalardan glyukoza hosil bo'lishi ortadi. Proteoliz, ya'ni oqsillarning parchalanish jarayoni ortadi. Lipoliz, ya'ni yog'larning parchalanish jarayoni ham ortadi. Kortizol periferik qon tomirlarining adrenoretseptorlarga nisbatan sezuvchanligini orttirishi natijasida qon bosim ham ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Kortizol yallig'lanish mediatorlari va sitokinlar ajralishini kamaytirishi natijasida yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatib, immun javobni kamaytiradi. Qachonki kortizol qonda normadan ko'payib ketsa, manfiy qaytar aloqa mexanizmi ishga tushadi. Unga ko'ra, kortizolning yuqori konsentratsiyasi gipotalamo-gipofizar sistemaga ta'sir ko'rsatib, kortikotropin releasing gormon va adrenokortikotrop gormon ishlab chiqarilishini pasaytiradi. Aynan ushbu gormonlarning kamayishi buyrak usti bezidan kortizol ishlab chiqarilishini ham kamaytiradi. Natijada kortizol konsentratsiyasi normaga keladi. Cushing sindromida kortizol miqdori doimiy holatda qonda yuqori bo'ladi. Kortizol miqdorining bunday oshib ketishi natijasida suyak va muskullar yemirila boshlaydi. Sababi proteoliz jarayonining oshib ketishidir. Shu bilan birga qonda glyukoza miqdori ham ortadi. Glyukozaning ortishi insulin miqdorini ham oshirib yuboradi. Insulinning bunday ortib ketishi natijasida tananing markaziy qismlarida, ya'ni dumba, qorin hamda yuz sohalarida yog'lar to'planishni boshlaydi. Bu markaziy semirishga olib keladi va Cushing sindromiga chalingan bemorlarda qorinda striallar paydo bo'ladi hamda oysimon yuz simptomi ham paydo bo'ladi. Bundan tashqari, kortizol periferik qon tomirlarida adrenoretseptorlarning sezuvchanligini orttirib yuborishi natijasida qon bosimining ortishiga olib keladi. Kortizolning qondagi ko'p konsentratsiyasi immun javobni susaytirganligi sababli Cushing sindromi aniqlangan bemorlar boshqa infeksion kasalliklarga ko'p chalinuvchan bo'lib qoladi. Cushing sindromi ko'proq kortizolga o'xshash gormon preparatlari bilan davolanuvchi bemorlarda kelib chiqadi. Gipofiz oldingi bo'lagining adenomasi ham Cushing sindromini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, buyrak usti bezining o'zida ham turli xil karsinomalar ko'p uchraydi va bunday o'sma kasalliklari ham Cushing sindromiga sabab bo'ladi. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting.